Jigarni may qaplash to'g'risida qarindoshning kallasi cho'ng bir xato qarashi ekan. Men qarindoshning mush to'g'risida tushuncha biri. Diqqat qilishdan buni yaxshi yurak belgisi belgisi unutib qolmang. Ya'ni ko'pincha qarindoshlar hammamiz degidek go'sht kebabni ko'p yesa, mayliq tomoqni ko'p yesa, qutliga bo'lsa jigarni may qaplaydi deb o'ylaydi. To'g'ri? Shunda aholi jigarni may qaplaydi. Ammo buning aksicha haddidan ziyoda bak so'g'aqlik qilsangiz, haddidan ziyoda badan ojizlashib ketgan vaqtda jigarni may qaplaydi. Yana quvvatlagan vaqtlaringizda, go'sht kebabni ko'p yegan vaqtlaringizda oldin filmda so'zladim. Bu jigar mushu maylni suzitib, parchalaydi, badandan sirtib chiqirib, qonni tozalaydi. Ay shu jiq uzuqni olgan vaqtingizda yuqori deganday narsani bu jigar buni tozalab bo'lmaydi, o'zida saqlanib qoladi. Chilakning o'rniga loy o'rnaganday jigarga o'nab qolmish axlatlar. Shuning bilan barbara jigarni may qaplaydi. Bundan keyin qonga may o'tyapti, qon quyulyapti. Endi masalan so'g'aqlikni ko'p qilib ketganda, badan bak qammog'durlab ketganda-cho, deganda haddidan ziyod so'g'aqlik qilsangiz, o'zingizni bir xil mag'dursiz ish xo'shaqmayotgan bo'lib qoladi. Sizning badandagi a'zolaringiz shu. Böbrek ojizlaydi, jigar ojizlaydi, jigarning xizmati chekinibdi. Ularga uzuqlik muhtoj. Bizga uzuqlik bilak yeya ketmaydi, shu a'zolaga borib, undan keyin a'zolar normal xizmat qiladi. Bu jigarga uzuqlik yetishmagandan keyin, jigarning xizmati yaxshi bo'lmagandan keyin, shu biz yegan uzuqliklar, shu binasilar yana shu jigarda o'ltirib qoladi. Burun eshakning yuki ig'ir degandek, bu jigarda o'ltirib qolgandan keyin yana jigarni may qaplashga chiqdi. Shundan bu qarindoshlarimiz qanday qilsalar, jigarni may qaplasa to'xtamay so'g'aqlik qilsalar, so'g'aq tabiatlik mahsulotlarni ichsalar, kesinlikle aksicha ig'irlashib qoladi. Shunga qarindoshlar mushuni cho'qim oydinlashtirib oling. O'zingiz zot issiqlikni ko'p qilib, go'sht kebabni ko'p yeb, mayliq tomoqni ko'p yeb, sirtdan ko'p uzuqlanib jigarni may qapildimi? Yoki so'g'aqni ko'p qilib, ho'l meva-chevani ko'p ichib, rangli ichimlikni ko'p ichib, so'g'aqligingiz eshib ketganlikdan jigarni may qapildimi? Shuni obdan bilib olib, undan keyin to'g'ri qiling. Buni demasam bilinglar, issiqlikdan bo'lsa so'g'aqliklar qitmiz. So'g'aqlikdan bo'lsa jigarning maxsus so'g'aqdan bo'lgan jigarni may qaplashga ishlatgan dorilar bor. Mushuning qarta kutinish qilsangiz bo'di. Shuni avval o'zingizning kasalini tushuning. Hammadan o'zgingizni doktor. Shuni o'zingizning kasalini tushuning, o'zingizning kasalini obdan tadqiq qilib tushuna olsangiz, hech qanday kasal sizni buzak etmaydi. Shunga qarindoshlar, men zodi nima sababdan issiqdan bo'ldimmi, so'g'aqdan bo'ldimmi, qanday ahvoldan kasal bo'ldim deganini tushunib olib, uni keyin to'g'ri qiling. Kalla og'risi pochaqqa to'g'ri qilmaydi.